Bor yo'g'i 75 ming so'mga mana shu 3 ta narsani sotib olib 1 litrgacha bo'lgan benzinni ekonom qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga mana bunaqa havo datchigi kerak bo'ladi, ya'ni tashqaridan kirayotgan havoni gradusini o'lchab beradi. Buni narxi 55 ming so'm. Bu datchigimizga tushadigan shteker kerak bo'ladi. Ya'ni buni narxi 15 ming so'm. Va uchinchisi mana bunaqa damas shteker kerak bo'ladi. Buni tepa qismida shlyapasi bo'ladi, kesib olasizlar, vilkasini tashqariga chiqib turadigan qilib qo'yasizlar. Buni narxi 5 ming so'm. Endi sizlar bilan sim olib, mana shu hammasini ulab olamiz. Xo'p, mana o'rtoqlar ulab oldik, simlarni ham eslatib o'taman. Bunda plus minus polarnisi bo'lmaydi. Farqi yo'q. Qaysi tomon plus, qaysi tomon minus rol o'ynamaydi. Xo'p, bir tarafiga shteker, ya'ni mana bu datchik, havo datchigiga tushadigan shteker uladik. Bir tarafiga boyga damas shtekerini uladik. Endi sizlar bilan mana bu havo datchigini yechib turib, temirni bunda bossanglar chiqadi. Oq shtekerimizni shunga joylashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shtekerimizni ham ulab oldik. Hech qanaqa chekpek yonib qolmaydi, qo'rqmaysizlar. Datchigimizni bu yoq tarafga o'tkazib olgandan keyin mana bu antifriz kiradigan, illiq bo'ladigan joyga qotirib qo'yamiz. Izolenta qilib qo'yasizmi, sim bilan qotirib qo'yasiz, farqi yo'q. Tushib ketmasa bo'ldi. Xo'p, endi bu moslamamizni qanaqa benzin ekonom qilib beradi degan savol tug'ilgan bo'lsa, sizda tashqaridan qish kunida muzdek havo kirayotgan vaqtda o'sha datchigimizni signal beradi kompyuterga, ya'ni benzin podachasini ko'proq berish kerak, mashina tezroq qizishi uchun. Shuning uchun o'rtoqlar, men albatta bu narsani sinovdan o'tkazib, undan keyin video olishga qaror qildim. Hozir biz bu datchigini illu joyga ko'chirganimizning hisobiga benzin podachani ozginaga bo'lsa ham qisqartirar ekan. O'shaning uchun bu moslamamiz faqatgina qishki kunida foyda beradi, yozgi kunida foydasi yo'q. Bu videoni Gentra, Cobalt va Nexia 3 haydaydigan do'stimizga tez tashlab qo'yamiz. Bundan ham foydali ma'lumotlarni bilish uchun keyingi videoga o'tkazib yuboring.